tanamizning zaharlanishi, shlaklarni ko'payib ketishining birinchi alomati bor. Hurmatli tinglovchilar, tanamizda uning alomati bor, terimizda. Birdaniga aytib o'tib ketaymi? Odamning bo'yin qismida, qo'ltig'ini ostida, son sohasida, papilloma deymiz, bir xillari hol deyishadi. Ana shular o'sib chiqadi. Prям kattakan bo'lib o'sib chiqadi. 2-3 mm, 5 mm, bir xilda osilib ham qoladi, sosulka deyishadi. Ana bu chiqqan papillomalar har xil turi bor. Men faqat ana shu ovqat orqali chiqadiganini aytyapman. Ana shu papillomalar odamning tanasiga zahar to'lib qolganidan dalolat beradi.